Bugun biz Vengriya davlatining Budapesht shahrida yig'ildik. Demak, Turkiy davlatlar tashkilotlarini xorijdagi vatandoshlarning diasporalar bilan ishlash davlat organlari rahbarlarining navbatdagi 7-yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Juda ham samarali yig'ilish boshlandi. Demak, oldingi yig'ilishimiz 2024-yil Toshkent shahrida bo'lgan edi. Xuddi shunaqa Toshkent shahrida kelishilgan natijalar yuzasidan axborotlar eshitildi. Hamma davlat vakillari o'z axborotlarini berdi. Juda ham samarali bir yil davomida faoliyat olib borilayotganligi haqida bugun ma'lumot berildi. Shu jumladan demak, Toshkentda bo'lgan forumda kelishilganidek yoshlar forumini O'zbekistonda o'tkazish kelishilgandi. Biz aynan Toshkentda yoshlar forumi Turkiy davlatlar vakillarini, ya'ni yoshlarni qabul qildik. Juda ham samarali natijaga erishildi. Bundan tashqari hozirgi Turkiy davlatlar o'rtasidagi munosabatlar, davlat rahbarlarining iliq munosabatlari albatta bizni yo'nalishimizga ham alohida turtki beradi. Xorijdagi vatandoshlar bo'yicha alohida ishlashimiz kerakligi haqida bugun shunaqa uchrashuv bo'ldiki, bir yangi platforma. Bu platformada biz fikr almasha oldik, bir-birimiz bilan diaspora, ya'ni xorijdagi vatandoshlar ishlash yo'nalishi bo'yicha ishlashda nimalarga e'tibor qaratish kerakligini kelishib oldik. Shu jumladan bizda O'zbekiston Respublikasi Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar qo'mitamiz ham bu yo'nalishda alohida ishlar olib bormoqda. Butun dunyodagi O'zbekiston vatandoshlari bilan muloqotlar o'rnatilgan. Shu jumladan qator davlatlar jamiyatlari bilan ham xuddi o'zimizni hamkasblarimiz bilan muloqotlar o'rnatib bevosita ishlashni boshlaganmiz va vatandoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, ya'ni O'zbekistonda vatandoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar yuzasidan axborotlar berildi. Biz ham xorijda yashayotgan o'zbek vatandoshlarni O'zbekistonga kelib Chinor dasturi orqali salomatligini tiklash uchun alohida dasturlar qilganmiz. Shu jumladan yoshlarimiz uchun Anor dasturi asosida, ya'ni ularni kelib O'zbekistonda salomatligini tiklash, O'zbekiston bilan tanishish imkoniyatlarini yaratganmiz va bir qator grant yo'nalishlari bo'yicha, ya'ni xorijdagi vatandoshlarimizni O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida o'qish imkoniyatlari ham yaratilgan. Men o'ylaymanki, bugungi 7-uchrashuvimiz samarali, natijali bo'ladi. Hozir yana uchrashuvimiz davom etmoqda. Ish faoliyatimiz davomida yana xabarlar berib boramiz. Rahmat.